So'nggi yillarda mamlakatimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi ona tilimizning taraqqiyotida ham muhim o'zgarishlar yuz beryapti. 21-oktyabr O'zbek tili bayrami kuni arafasida Milliy tiklanish demokratik partiyasi Samarqand viloyat kengashi tashabbusi bilan davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi Samarqand hududiy bo'linmasi hamkorligida tashkil etilgan ommaviy diktant savodxonlik aksiyasida ham bu alohida e'tirof etildi. Tadbirda shuningdek tilga bo'lgan muhabbat inson o'zligini anglashning eng muhim sharti va asosiy belgisi ekanligiga urg'u qaratilib, jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singishi ta'kidlandi. Ommaviy diktant savodxonlik aksiyasini o'tkazishdan ko'zlangan maqsad uning ahamiyati va mohiyati xususida fikr-mulohazalar bildirildi. G'oliblarni aniqlashda e'tibor qaratiladigan asosiy mezonlar, jihatlarga alohida to'xtalib o'tildi. Shundan so'ng viloyatdagi ta'lim va tibbiyot tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlar tanlangan mavzu yuzasidan diktant yozishga kirishib, savodxonlik darajasini sinovdan o'tkazdilar. Juda yaxshi tashabbus. Hozir biz milliy tiklanish bilan mana shuni yig'ilish o'tkazganimiz ham juda bizga bir yaxshi ibratli bo'ldi. Demak, hozir mana asosan ta'lim va sog'liqni saqlash tashkilotlari tasarruvidagi tashkilotlar vakillari qatnashdi. Bu albatta savodxonlikka undaydi. Natijani e'lon qilgandan keyin ba'zilar juda ham qiziqib qoldi. Men qanaqa yozdim, qanaqa bo'ldi, mana bu yer bunday bo'ldi deganda bo'ldi. Bu o'sha davlat tiliga e'tibor. Yakunda hakamlar hay'ati berilgan mavzuni imloviy va ishoraviy xatolarsiz ravon yozib, savodxonlikda yuqori ko'rsatkichni qayd etgan Samarqand shahridagi 31-umumta'lim maktabi o'qituvchisi Umida Hamroqulovani 3-o'ringa, 17-umumta'lim maktabi o'qituvchisi Aziza Azimbekovani 2-o'ringa, Samarqand tumanidagi 49-umumta'lim maktabi o'qituvchisi Zuhra Bobomirzayevani 1-o'ringa loyiq deb topishdi. G'oliblar tashkilotchilarning diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.